O'zbekiston Respublikasida faoliyat yuritayotgan nashriyotlar orasida Sharq nashriyoti matbaa aksiyadorlik kompaniyasining alohida o'rni bor. Agar mamlakatimizda chop etilayotgan matbaachilik mahsulotlarining aksariyat qismi mazkur korxonada bosmadan chiqayotganini hisobga olsak, kompaniya haqidagi fikrlarimiz o'z tasdig'ini topadi. Sharq nashriyoti matbaa aksiyadorlik kompaniyasi tarixi 1921-yilda tashkil etilgan bosmaxona va 1924-yilda tuzilgan Sredaskniga nashriyotidan boshlangan. Keyinchalik esa ikkita mustaqil tuzilmaning respublikadagi barcha gazeta jurnallarni nashr qiladigan va chop etadigan yagona nashriyot matbaa majmuasiga birlashtirilishi amalga oshirilgan edi. Bugungi kunda Sharq nashriyoti matbaa kompaniyasi nafaqat O'zbekiston Respublikasida, qolaversa Markaziy Osiyoda ham birdan-bir eng yirik gazeta jurnal kompleksi hisoblanadi. 1991-yilda gazeta jurnal kompleksi va bosmaxonasi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Devon ishlar boshqarmasi huzuridagi Sharq nashriyot matbaa konserniga aylantirilgan edi. 90 yillik tarixga ega kompaniya kichik bir bosmaxonadan O'zbekiston va xorijdagi millionlab iste'molchilarni o'zining bosma mahsulotlari bilan ta'minlashga qodir bo'lgan ulkan bir nashriyot matbaa majmuasi darajasiga ko'tarildi. O'tgan davrda kompaniyada matbaachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish, bosma mahsulotlarga bo'lgan ichki va tashqi bozor talabini o'rganish, tahlil etish, iste'mol bozoriga yangi turdagi matbaachilik mahsulotlarini olib kirish, yirik kitob savdo tarmog'ini yaratishga doir salmoqli ishlar amalga oshirildi. Qisqacha aytganda, ayni paytda Sharq kompaniyasida qo'lyozmadan xaridorgacha deb nomlangan mukammal ishlab chiqarish tizimi yaratilganki, bu uning matbaachilik sohasi faoliyatidagi keng qamrovi, o'ziga xos salmog'i va e'tirof etilayotgan nufuzidan darak beradi. Hozirgi kunda Sharq kompaniyasi zamonaviy asbob-uskunalar bilan jihozlangan bo'lib, gazeta, jurnallar, qattiq hamda yumshoq muqovali kitoblar, broshuralar, turli etiketkabop mahsulotlar, ish yuritish idora mollari, sovg'abob suvenir mahsulotlar, turli rang tasvirli nashrlar va boshqa bosma mahsulotlar, bundan tashqari yirik hajmda xalq iste'moli mollari ishlab chiqaruvchi yetakchi matbaachilik kompleksi hisoblanadi. 1999-yilda Jenevada bo'lib o'tgan jahonning 57 mamlakatlaridan kompaniyalar ishtirok etgan xalqaro konferensiyada Sharq alohida e'tirofga sazovor bo'lgan va xalqaro oltin yulduz mukofoti bilan taqdirlangan edi. Bundan tashqari kompaniya bir necha bor turli xalqaro forumlar va konferensiyalarning diplom va sertifikatlarini ham qo'lga kiritgan. 2000-yil oktyabridan Sharq nashriyot matbaa konserni Sharq nashriyot matbaa aksiyadorlik kompaniyasiga aylantirildi. Kompaniyaning maqsadi ham ichki, ham tashqi bozorda shakl hamda mazmun mundarijasi jihatidan rang-barang va yuqori sifatli noshirlik matbaachilik mahsulotlariga bo'lgan talabini qondirishdan iborat. Sharq nashriyoti matbaa aksiyadorlik kompaniyasi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2000-yil 16-oktyabrdagi PF 2737 sonli farmoni va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2000-yil 23-oktyabrdagi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Devoni ishlar boshqarmasi huzuridagi Sharq nashriyot matbaa konsernini Sharq nashriyot matbaa aksiyadorlik kompaniyasiga aylantirish to'g'risidagi 401 sonli qarori hamda O'zbekiston Respublikasi Davlat mulk qo'mitasining 2001-yil 13-martdagi 20 KPO buyrug'iga binoan ta'sis etilgan. Sharq o'z an'analariga sodiqlik, yuksak texnologiya, zamonaviy uslub. Bosh tahririyat. Kompaniya tasarrufidagi nashriyotga bosh tahririyat maqomi berilgan bo'lib, uning negizida matn terish yoki tayyor matnga ishlov berish, sahifalash yoki sahifalangan matnga ishlov berish, adabiyotlar matnini tahrir qilish va imlo xatolaridan xalos qilish, matbaachilik mahsulotlariga amaldagi texnik standart talablarini joriy etish, nashr adadini mavjud talab va takliflarga binoan yoki buyurtmachining murojaatiga ko'ra belgilash, elektron sahifalar bezagi, muqovalar dizayni hamda sovg'abob mahsulotlarning original maketini tayyorlash, nashriyotning ijodiy rejasiga asosan chop etiladigan matbaachilik mahsulotlarini turli turkumlar ostida nashr etilishini ta'minlash, ishlab chiqarishga jo'natilgan tayyor original maketlar harakatini nazorat qilib turish, mualliflarga gonorarlar belgilash, buyurtmachilar bilan ishlash, bundan tashqari adiblar, shoirlar, rassomlar hamda tuzuvchi to'plovchi mualliflar bilan ijodiy aloqalar o'rnatish, ular ishtirokida adabiy, ma'naviy, ma'rifiy kechalar uyushtirish kabi keng qamrovli ijodiy tashkiliy ishlar amalga oshiriladi. Bosh tahririyatda bolalar adabiyoti bo'limi, badiiy va ilmiy ommabop adabiyotlar bo'limi,
darsliklar va o'quv qo'llanmalari bo'limi, texnik ishlov berish va sahifalash bo'limi, qat'iy buyurtmalar bo'limi, korrektura hamda badiiy bezak va dizayn bo'limi singari tuzilmalardan tarkib topgan. Unda 40 ga yaqin malakali mutaxassislar xizmat qiladi. Bosh tahririyatning noshirlik faoliyati har yili tuziladigan nashr rejasi asosida, bundan tashqari buyurtmachilar murojaatlariga binoan amalga oshiriladi. Vaqtli matbuot tahririyatlari. Mushtum jurnali tahririyati Sharq nashriyot matbaa aksiyadorlik kompaniyasi muassisligida nashr etiladigan oylik satirik yumoristik jurnalning ijodiy jamoasidan iborat. O'zbekiston jurnalistikasi tarixida otaxon nashrlardan biri bo'lmish Mushtum jurnali jamiyatda odamlar orasida uchraydigan illatlarni satir va yumor tilida tanqid va jurnalistik tahlil etish bilan nom qozongan maxsus nashr hisoblanadi. Shu bilan birga mazkur nashr respublikamizda olib borilayotgan islohotlar va ma'naviy ma'rifiy tadbirlarning mohir targ'ibotchisi hamdir. Mushtum jurnali sahifalarida rassomchilikning, xususan karikatura janrining yuksak namunalari muntazam ravishda e'lon qilinib turishi odatiy hol va jurnal tahririyat xodimlari taniqli yozuvchi shoirlar bilan doimiy ijodiy aloqada faoliyat yuritadilar. Sanam jurnali tahririyati Sharq kompaniyasi muassisligida nashr etiladigan oylik jurnal jamoasidan iborat. Sahifalarda asosan xotin-qizlar orasida ibratli va sog'lom turmush tarzini targ'ib etishga mo'ljallangan maqolalar berib borishga ixtisoslashgan. Sanam jurnali milliy qadriyat va urf-odatlar targ'iboti, shuningdek, madaniy, ma'naviy, ma'rifiy masalalar silsilasida ayollar orasida tadbirkorlikni keng targ'ib etishga jiddiy e'tibor bermoqda. Sharq ziyosi haftanomasi tahririyati Sharq muassisligida nashr etiladigan haftalik informatsion reklama nashridir. Mushtariylarning qamrov doirasi asosan Toshkent shahridan iborat bo'lgan ushbu nashrdan iqtisodiyot, marketing, menejment, sotsiologiya kabi sohalarga taalluqli ma'lumotlar bilan muxlislarni xushnud qilmoqda. Gazeta sahifalarida kompaniya mahsulotlari, ya'ni yangi adabiyotlar taqdimoti muntazam ravishda e'lon qilinib boriladi. Marketing va savdo boshqarmasi 2007-yilda tashkil etilgan marketing va savdo boshqarmasi faoliyati kompaniyada ishlab chiqarilayotgan bosma mahsulotlarni O'zbekistonning barcha hududlarida sotilishini tashkil etish, yangidan yangi buyurtmalarni jalb qilish va ularning ijrosini shartnoma shartlariga asosan ta'minlash, turli shartnomaviy asoslarda sotilgan va tarqatilgan matbaachilik mahsulotlari evaziga to'lanadigan pul tushumlarini nazorat qilib turishdan iboratdir. Shuningdek, mazkur bo'lim zimmasida yangi turdagi matbaachilik mahsulotlarini yaratishga doir takliflar tayyorlash, turli hamkor tashkilot va muassasalar bilan o'zaro manfaatli shartlarda qo'shma loyihalar imzolash, iste'mol bozorida talab va taklif muvozanatini tahlil etish, ishlab chiqarilgan mahsulotlar reklamasi bilan shug'ullanish hamda kompaniya brendini mustahkamlash va nufuzini oshirish kabi amaliy ishlar ham yuklatilgan. Ishlab chiqarish bo'limi asosan kompaniya bosh tahririyati negizida nashrga tayyorlangan kitoblar, albomlar va boshqa bosma mahsulotlarni, shuningdek, buyurtmachilardan to'g'ridan-to'g'ri olingan buyurtmalarning original maketini botiq bosma, ofset bosma, muqovalash sexlari faoliyati kabi mazkur tizimning bir necha bo'lim va sexlardagi ishlab chiqarish kuchlari vositasida amalga oshiradi. Tayyor original maketlar xoh u bosh tahririyat tomonidan tayyorlangan bo'lsin, xoh buyurtmachilar tomonidan tayyor holda taqdim etilgan bo'lsin, kompaniyaning mazkur bo'limida barcha texnik hamda amaldagi standart talablarga javob bermasligini tekshiriladi, tahlil etiladi, kamchiliklari bartaraf etiladi, so'ngra qabul qilingan original maketlar uchun maxsus ishlab chiqarish varaqasi ochiladi. Mazkur hujjatda buyurtmaning ishlab chiqarish sikli, texnik o'lchamlari, kerak bo'ladigan materiallar hajmi, bajarish muddati belgilangan bo'ladi. Bu amaliyot o'z navbatida ishlab chiqarish tezkorligini ta'minlaydi, mahsulot sifati va uni ishlab chiqarishga sarf bo'ladigan muddatini nazorat qiladi. Ishlab chiqarish bo'limi tasarrufida tezkor nashr markazi mavjud bo'lib, unda asosan adadi kam bo'lgan buyurtmalarning original maketi tayyorlanadi va shu yerning o'zida raqamli bosma uskunalari orqali chop etiladi. Bosmaga tayyorlash bo'limi ishlab chiqarish bo'limi tarkibida tayyor original maketlarni bosmaga tayyorlash bo'limi faoliyat ko'rsatadi. Nashrlarni bosmaga tayyorlash jarayoni o'ta mohirlik va aniqlikni talab qiladigan jarayon ekanligi hech kimga sir emas. Bunda ishlab chiqarish tizimining texnologik aniqligini ta'minlash nihoyatda zarur. Mazkur murakkab jarayonni amalga oshirish uchun kompaniya tasarrufida matbaachilik sohasining zamonaviy asbob-uskunalari mavjud bo'lib, ular mahsulot ishlab chiqarish jarayonining tezkorligini ta'minlashi bilan birga
uning yuqori sifatini ham kafolatlaydi. Sahifalarni montaj qilish jarayoni. Original maketni bosmaga tayyorlash jarayonining asosiy qismi bo'lib, nashr bichimining kengligiga, bosma maydoniga maket betlarini tegishli tartibda joylashtirib chiqishni o'zida ifoda etadi. Qolip tayyorlash sexi. Ishlab chiqarish bo'limi orqali bosh tahririyat bevosita gazeta, jurnallar tahririyatlari, shuningdek, buyurtmachilardan olingan tayyor fayllar montaj qilib, avval plyonkaga, so'ngra bimetal listlarga nusxa ko'chirishni va mashinalarga jo'natishga amalga oshiruvchi bo'limi. Shuningdek, qisman eski va foydalanishga yaroqsiz fotosuratlar hamda arxiv materiallarning retushi, ya'ni matbaachilikka yaroqli holga keltirilishi bilan shug'ullanadi. Bundan tashqari, sex tarkibida qolip tayyorlashning zamonaviy usuli, aniqrog'i, elektron sahifalarni plyonkaga tushirmasdan to'g'ridan-to'g'ri metall qoliplarga joylashtirish texnologiyasi ham mavjud. Bu nashr bosma ijrosining tezkorligini ta'minlash bilan birga ishlab chiqarishning kam xarajat bo'lishiga xizmat qiladi. Offset bosma sexi ishlab chiqarish bo'limi tarkibidagi muhim bo'limi bo'lib, asosan Germaniya va Amerikada ishlab chiqarilgan zamonaviy qudratli poligrafiya mashinalari va agregatlari hamda mazkur amaliyotni bajarish uchun malakali ishchi xodimlar bilan ta'minlangan. Sex tarkibida sifat nazoratini kuchaytirish maqsadida korrektura xizmati ham tashkil etilgan. Botiq bosma sexi rolik va ruloli qog'ozlarga chop etish jarayoni offset bosma sexidan ish faoliyatidan bir muncha farqlanadi. Mazkur sexda asosan gazeta va jurnallar, ayrim hollarda kitoblar, hatto murakkab nashrlar ham chop etiladi. Sex tarkibida ta'lim tizimining asosiy matbaachilik mahsuloti hisoblanmish daftar va rasm albom ishlab chiqarishga ixtisoslashtirilgan maxsus liniya tashkil etilgan. Matbuot olamidagi yetakchi nashrlar hisoblanmish 50 dan ziyod nomdagi gazeta, jurnallar chop etiladigan hamda iste'mol bozorini arzon, sifatli daftarlar va rasm albomlari bilan ta'minlaydigan mazkur botiq bosma sexi kompaniya iqtisodiy ko'rsatkichlari o'sishida eng muhim va belgilovchi ahamiyatga ega. Muqovalash sexi. Botiq va offset bosma sexlardan olingan bosma taboqlar mashinalar yordamida bajariladigan muqovalar sirtiga yaltiroq qoplama tushirilishi, bundan tashqari mexanizatsiyalashtirilgan hamda qo'l mehnatga asoslangan muqovalash jarayonlariga asoslangan ishlab chiqarish bo'limidir. Muqovalash sexi kitob va boshqa bosma mahsulotlar ishlab chiqarishdagi oxirgi bo'g'in hisoblanadi. Uning tarkibida sovg'abob, suvenir matbaachilik mahsulotlari ishlab chiqarish sexi mavjud bo'lib, unda tabiiy va sun'iy charmdan muqovalash, bezak berish ishlari amalga oshiriladi. Sifat va texnologik nazorat bo'limi ishlab chiqarish tizimidan xoli holda mustaqil faoliyat yuritadigan mazkur bo'lim asosan tayyor bosma mahsulotlar sifati va texnologik jarayon ishchiligini nazorat qilish, yaroqsiz nashrni tarqatmaslik masalalari, kamchiliklarga yo'l qo'ygan mas'ul shaxslarni tegishli tartibda ogohlantirish, lozim deb topilganda ma'muriyat buyrug'i orqali jazolash, shuningdek, offset va botiq bosma sexlarda texnologik jarayonlar to'g'ri va sifatli bajarilishini nazorat qiladi. Bundan tashqari mazkur bo'limda matbaa jarayonida ishlatiladigan materiallar hamda yordamchi materiallar hisoblanmish kimyoviy moddalarni amaliyotda sinab ko'rish, mavjud talab va standartga mos kelganlarni amalga tatbiq qilish, asosiy va yordamchi matbaachilik materiallari ta'minotchilari bilan tajriba almashish kabi faoliyatlar ham amalga oshiriladi. Moddiy texnik ta'minot boshqarmasi mazkur bo'limning faoliyati asosan ishlab chiqarish bo'limi, qisman bosh tahririyat va kompaniya tasarruvidagi boshqa bo'limlar talabi bilan poligrafiya materiallari hamda xo'jalik ishlari va ish yuritishga kerak bo'ladigan tayyor va yarim tayyor mahsulotlar bilan ta'minlashdan iborat. Rejalashtirish va iqtisod bo'limi kompaniyaning ishlab chiqarish jarayonidagi xarajatlari, tayyor va yarim tayyor matbaachilik materiallarining olib kelinishi va ishlab chiqarishga qayta tayyorlanishga doir sarf xarajatlar, tayyor mahsulotlarning tannarxi, ularning sotilish narxi, iste'mol bozorida matbaachilik mahsulotlariga nisbatan narx siyosatini nazarda ushlab turish, kompaniyaning haftalik, oylik, kvartal hamda yillik ishlab chiqarish rejasiga binoan ishlab chiqarish hajmi va ko'plab shu kabi masalalar mazkur bo'limning mehnat faoliyatiga bog'liq. Kompaniya ma'muriyati tomonidan belgilab berilgan rivojlanishning strategik ish rejasini amalga oshirish ko'p tomonlama ushbu bo'limning tajribali iqtisodchilari zimmasida desak mubolag'a bo'lmaydi. Moliyalashtirish va buxgalteriya bo'limi kompaniyaning barcha tarmoqlarini moliyalashtirish, uning hisob-kitob ishlarini yuritish, davlat moliyaviy nazorat organlariga hisobot berish,
buyurtmachilar bilan hisob-kitoblar, ishchi xizmatchilarni oylik maoshi bilan ta'minlash, bundan tashqari mualliflar gonorarlari, xodimlarning mukofot pullari, kasallik varaqalariga binoan to'lovlar va shunga o'xshash barcha hisob-kitob hamda moliya ishlari mazkur bo'limning tajribali mutaxassislari zimmasida. Ushbu bo'lim zamonaviy kompyuter va maxsus elektron dasturlar bilan qurollantirilgan bo'lib, kompaniyaning rivojlanishida strategik masalalarni belgilashda muhim ahamiyat kasb etadi. Energetika xizmati. Kompaniya zaruriyat tug'ilganda kecha-yu kunduz ishlashga moslashgan noshirchilik, matbaachilik yirik kompleksi bo'lgani tufayli, bundan tashqari, kompaniya tasarrufidagi 30 ga yaqin bo'limlar, sexlar, sho'ba korxonalar va ular foydalanadigan binolar asosan elektr energiyasi evaziga ishlab chiqarishga moslashtirilganligi tufayli Sharq nashriyot matbaa aksiyadorlik kompaniyasida energetika xizmati tashkil etilgan. Mazkur bo'lim nafaqat energetik ta'minot, balki uni ta'minlash, tejamkorligini nazorat qilish kabi amaliyotlar bilan shug'ullanadi. Bo'lim tarkibida matbaa uskunalarini ta'mirlash, ofis texnikalar, ya'ni kompyuter va printerlar, ularning elektron bog'lama tarmog'ini ta'minlash va ta'mirlash bo'limi, telefon tarmog'i faoliyatini ta'minlash bilan shug'ullanadigan bo'lim va yana bir necha xizmatlar mavjud. Boshqa bo'limlar haqida qisqacha ma'lumot. Shuningdek, kompaniya tarkibida standartlashtirish va sertifikatlashtirish hamda yangi texnologiyalarni joriy etish bo'limi, mexanik ta'mirlash xizmati, tashqi iqtisodiy aloqalar va investitsiya bo'limi, buyurtmalarni qabul qilish xizmati, xodimlarning mehnat muhofazasi hamda moddiy ta'minotini nazorat qilish xizmati, qimmatbaho qog'ozlar bilan ishlash bo'limi, yuridik bo'lim, kadrlar bo'limi, xatlar va murojaatnomalar bilan ishlaydigan devonxona, yong'in xavfsizligi xizmati, aloqa tarmoqlari xizmati, axborot texnologiyalari markazi, ma'muriy xo'jalik yuritish xizmati, majburiy bepul nusxalarni jo'natish xizmati, turli faoliyatga ixtisoslashtirilgan omborxonalar, avtotransport ta'minoti bo'limi, temir yo'l tarmog'iga ulangan yirik omborxona, xavfsizlik va qo'riqlash bo'limasi, ixtisoslashtirilgan kichik poliklinika, faqat kompaniya ishchi xodimlariga xizmat ko'rsatadigan oshxona, tarixiy qo'lyozmalardan tortib vaqtli matbuotning bir necha 10 yillik gazeta jurnallari arxiv qilinadigan yirik kutubxona, kompaniya xodimlari kasb uyushmasi, xotin-qizlar uyushmasi, Kamolot yoshlar ijtimoiy harakati bo'limi, bundan tashqari Sharq ziyokori nomli yirik kitob savdo tarmog'i, savdo va umumiy ovqatlanish kombinati, rezina mahsulotlari ishlab chiqarishga ixtisoslashtirilgan ishlab chiqarish tijorat markazi, Andijon nashriyoti sho'ba korxonasi, Nafis bezak nomli dizayn va ishlab chiqarish markazi, Sharq ziyo market va Sharq ziyo zakovat nomli tezkor savdo markazlari, shuningdek jamg'arma kassasi, sartaroshxona, poyafzal ustaxonasi, iste'mol mollar do'koni kabilar faoliyat yuritadi. Sho'ba korxonalar va yordamchi xo'jaliklar haqida. Sharq ziyokori kitoblar markazi. Sharq kompaniyasi huzuridagi mas'uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi Sharq ziyokori kitoblar markazi respublikamizda faoliyat yuritayotgan eng yirik kitob savdo tarmog'idir. U kompaniyada ishlab chiqarilgan matbaachilik mahsulotlarining katta qismini sotuvchi, ya'ni Sharq kompaniyasining doimiy buyurtmachi mijozi hisoblanadi. Iste'mol bozorining bosma mahsulotlariga bo'lgan talabini o'rganishda o'quvchilarning kitob mahsulotlariga bo'lgan ehtiyoji, ularning janri, muqovalanish shakli, tili, turkumi va shunga o'xshash xususiyatlarga doir takliflarni taqdim etishda Sharq ziyokori kitoblar markazi yurtimizda yetakchi o'rinni egallagan desak, mubolag'a bo'lmaydi. Respublikamizning barcha viloyatlari hamda markazlashgan yirik tuman markazlarida, bundan tashqari yirik savdo komplekslari ichida o'z do'koni va kitob savdo rastalariga ega bo'lgan mazkur tashkilot xalqaro ko'rgazmalarning doimiy ishtirokchisi hisoblanadi. Sharq ziyokori kitoblar markazida adabiy ma'rifiy kechalar uyushtiriladi. Adabiyot olamida nom qozongan mualliflar bilan ko'p yillik ijodiy loyihalar imzolanadi. Yangi turdagi matbaachilik mahsulotlari ishlab chiqarishga doir taklif, mulohazalar o'rganiladi va shu bilan birga mazkur yirik kitob savdo majmuasi mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan barcha nashriyot va korxonalarning mahsulotlari uchun sifat hamda narx raqobati maydoniga aylangan. Navbahor sanatoriya profilaktoriyasi. Ma'lumki, Sharq nashriyot matbaa aksiyadorlik kompaniyasining ayrim obyektlari Toshkent shahri va Toshkent viloyati hududlarida joylashgan. Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani Yangiqo'rg'on qishlog'idagi Fazogir Gagarin bolalar oromgohi va Yangiqo'rg'on dam olish pansionati, Qibray tumani Oqqova qishlog'idagi Navbahor sanatoriya profilaktoriyasi
kompaniyaning o'ziga xos dam olish va salomatlikni tiklash infratuzilmasini tashkil etadi. Navbahor sanatoriyasi 1970-yillar boshlarida Paxtachilik ilmiy tekshirish instituti o'rik daraxtlari navlari uchastkasida 16 gektar maydonda barpo etilgan edi. Toshkent shahridan 23 kilometr uzoqlikda, dengiz sathidan 475 metr balandda joylashgan mazkur dam olish va davolanish markazi balneologik iqlim sihatgohidir. Navbahor sanatoriyasiga kompaniyaning dam olish va sog'lomlashtirish bo'limi maqom berilgan bo'lib, unga bosh shifokor rahbarlik qiladi. Unda dam oluvchilarga malakali shifokor va hamshiralar tibbiy xizmat ko'rsatadilar. Sanatoriya profilaktoriya o'zining ichimlik va muolaja suvi, sut va sut mahsulotlari hamda meva va qo'qi mahsulotlari bilan ta'minlaydi. So'nggi yillarda sanatoriya profilaktoriya hududida alohida xo'jalik yurituvchi chorva mahsulotlari yetkazish xizmati faoliyat ko'rsata boshladi. Ajratilgan maydon chorva mahsulotlari ishlab chiqarishga moslashtirilib, unda qoramol, qo'y, tovuq, baliq boqish ishlari tashkil etildi. Mazkur bo'lim atrofidagi eski bog'lar o'rnida qishloq xo'jaligi ekinlarini ekish ham yo'lga qo'yildi. Bunday amaliyot kompaniyaning Fazogir Gagarin bolalar oromgohi va Yangiqo'rg'on dam olish pansionatiga tegishli hududlarda ham amalga oshirilib, buning natijasida kompaniyaning ko'p sonli ishchi xodimlarini arzon va sifatli qishloq xo'jalik mahsulotlariga bo'lgan ehtiyoji qondirishga erishilmoqda. Nafis bezak dizayn va ishlab chiqarish markazi kompaniya tarkibidagi bosh tahririyat bilan yaqin ijodiy aloqada bo'lishi ta'minlangan mazkur dizayn va ishlab chiqarish markazida asosan fotoklipартlar va roliklar yaratish, zamonaviy kompyuter dasturlaridan foydalangan holda yangi turdagi matbaachilik mahsulotlarining dizayni hamda kitob mahsulotlarining original maketini tayyorlash, reklama targ'ibot ishlariga taalluqli bannerlar, tarqatma materiallari hisoblanmish katalog, buklet, flyer, vizitka kabi mayda matbaa mahsulotlarini hamda blank mahsulotlarni chop etish bilan shug'ullanadi. Sharq nashriyoti matbaa aksiyadorlik kompaniyasi o'z faoliyati bilan vatanimizning ham ijtimoiy-siyosiy, ham ma'naviy ma'rifiy yuksalishiga, qolaversa, iqtisodiy jihatdan taraqqiyotga xizmat qiladigan yirik nashriyot matbaa majmuasidir. U yurtimiz ravnaqi, xalqimiz farovonligi, shahar va qishloqlarimiz obodligi uchun xizmat qilishni o'ziga oliy sharaf deb bilgan yurtdoshlarimizdan iborat jamoadan tarkib topgan. Sharq bu o'zining qariyb bir asrlik bilim tajribasiga suyangan, ishlab chiqarish va ijod olamida o'z an'analariga sodiq, yuksak texnologiya bilan qurollangan, zamonaviy uslub tarafdori va tadbirkori bo'lgan kompaniya. Sharq so'z javohirlari ummoni. E'tiboringiz uchun tashakkur.